Naml surasi Makka da nozil qilingan 93 oyatdan iborat. Naml chumolilar degani. Surada chumolilar to'g'risida ibratli qissa bor. Unda Musa, Solih, Sulaymon alayhissalomlar haqida oyatlar bor. Sulaymon alayhissalom bilan Sabo mamlakatining malikasi Bilqis qissasi ham shu suradadir. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Sin. Ushbular Qur'on va aniq kitob Lavhul Mahfuz oyatlaridir. Bu oyatlar shunday mu'minlarga hidoyat va xushxabardirki, ular namozni barkamol ado etadilar, zakotni beradilar va oxiratga aniq ishonadilar. Albatta, oxiratga iymon keltirmaydigan kimsalarning qilayotgan amallarini o'zlariga chiroyli ko'rsatib qo'ygandirmiz. Bas, ular gangib yuraveradilar. Ana o'shalar uchun dunyoda ham eng yomon azob bordir va ular oxiratda eng ko'p ziyon ko'ruvchilardir. Ey Muhammad, albatta sizga bu Qur'on hakim va dono zot dargohidan berilur. Musa o'z oilasiga: men olov ko'rib qoldim. Sizlarga undan biror xabar keltirurman yoki sizlarga isinib olishingiz uchun cho'g' keltirurman deganini eslang. Bas, u olov yoniga kelgach, unga nido qilindi. Olov oldidagi kishiga, Musoga va uning atrofidagi zotlarga, farishtalarga barakot bo'lsin. Olamlarning Rabbi Allohga tasbih aytamiz. Ey Muso, albatta men qudratli va hikmatli zot, ya'ni Allohdirman. Asoyingni tashla. Bas qachonki Muso uning ilondek qimirlayotganini ko'rgach, ortiga qaramay qochdi. Shunda biz dedik: ey Muso, qo'rqmagin. Zero mening huzurimda payg'ambarlar qo'rqmaslar. Lekin kim zulm qilsa-yu, so'ngra bu yomonliklardan keyin uni chiroyli ishga almashtirsa, bas, albatta men kechirimli va rahimlidirman. Qo'lingni qo'yningga tiq va u hech qanday yomonliksiz oppoq bo'lib chiqur. Bu mo'jizalar sen Fir'avn va uning qavmiga olib boradigan 9 mo'jiza ichidadir. Dar haqiqat, ular itoatsiz qavm bo'ldilar. Bas qachonki ularga mo'jizalarimiz ravshan holda yetib kelgach,
ular bu aniq sehrdir dedilar. O'zlari aniq bilmagan hollarida zulm va kibrga berilib, ularni mo'jizalarni inkor etdilar. Bas ey Muhammad, buzg'unchilarning oqibati qanday bo'lganini ko'ring. Qasamki, biz Davud va Sulaymonga yetuk bilim ato etdik va ular bizni ko'p mo'min bandalaridan afzal qilib qo'ygan zot Allohga hamd dedilar. Sulaymon payg'ambarlik va podshohlikda Davudga voris bo'ldi va aytdi: Ey odamlar, bizga qushlar tili bildirildi. Albatta bu aniq fazlning o'zidir. Sulaymon xizmati uchun jin, ins va qushlardan iborat lashkarlari to'planib, tizilgan hollarida turdilar. To ular chumolilar vodiysiga yetganlarida bir chumoli: Ey chumolilar, uyalaringizga kiringiz. Yana Sulaymon va uning lashkarlari o'zlari sezmagan hollarida sizlarni ezib ketmasinlar dedi. Sulaymon uning so'zidan kulib, tabassum qildi va dedi: Ey Rabbim, menga va ota-onamga in'om etgan ne'matingga shukr qilishga va o'zing rozi bo'ladigan yaxshi amallarnigina qilishga meni muvaffaq etgin va meni o'z fazling bilan solih bandalaring qatoriga kiritgin. U qushlarni ko'zdan kechirib, nega men Hudhudni ko'rmayapman? Balki u beruxsat g'oyib bo'luvchilardandir. Albatta, uni qattiq azob bilan jazolayman, yo so'yib yuborurman, yoki menga uzrini bayon qilib aniq hujjat keltirur dedi. So'ngra uzoq vaqt qolmay Hudhud kelib dedi: Men sen ogoh bo'lmagan narsalardan ogoh bo'ldim va senga Saba shahridan ishonchli xabar keltirdim. Men bir ayolni ko'rdim. U ularning malikasi ekan. Unga barcha narsadan ato etilgan bo'lib, ulkan taxti ham bor. Men uning va qavmining Allohni qo'yib quyoshga sajda qilayotganlarini ko'rdim. Shayton ularga qilayotgan amallarini chiroyli ko'rsatib, ularni haq yo'ldan to'sib qo'ygandir. Bas, ular hidoyat topmaslar. Ularning maqsadi osmonlar va yerdagi barcha sirlarni oshkor qiladigan hamda sizlar yashiradigan va oshkor qiladigan barcha narsalarni biladigan Allohga sajda qilmaslikdir. Alloh, undan o'zga iloh yo'q. U ulkan arshning ham Rabbidir. Sulaymon dedi: Sen rost so'zladingmi yoki yolg'onchilardan bo'ldingmi? Ko'rarmiz. Mana bu maktubimni olib borib ularga tashlagin. So'ngra ulardan chetlanib kuzatguncha nima javob qaytarar ekanlar. Hudhud maktubni olib kelib Malika Bilqis oldiga tashlagach, u dedi: Ey zodagonlar,
haqiqatan menga sharafli bir maktub tashlandi. Albatta u Sulaymondandir va u maktubda mehribon va rahimli Alloh nomi ila sizlar menga kattalik qilmay huzurimga itoatli holingizda kelingiz deb yozilgan. Malika aytdi: ey zodagonlar, menga bu ishimda fatvo maslahat beringiz. Men to sizlar guvoh bo'lmaguningizcha biror ishni qat'iy qiluvchi emasman. Ular dedilar: bizlar quvvat va ashaddiy matonat egalaridirmiz. Ishga buyurish sening o'zingga havola. Bas nimaga buyurishni o'ylab ko'raver. U aytdi: aniqki podshohlar qachon biror qishloqqa bostirib kirsalar, uni vayron eturlar. Aholisining aziz kishilarini esa xor qilurlar. Ular shu tarzda ish qilurlar. Men ularga sinov uchun bir sovg'a yuborib ko'raychi. Elchilar nima xabar bilan qaytar ekanlar? Bas qachonki Bilqis elchisi sovg'ani olib Sulaymon huzuriga kelgach, u dedi: sizlar menga mol dunyo bilan madad bermoqchimisiz? U holda bilingizki, Alloh menga ato etgan payg'ambarlik va podshohlik u zot sizlarga bergan mol dunyodan yaxshiroqdir. Balki sizlar sovg'alaringiz bilan xursand bo'larsizlar. Sen qavmingga qaytib bor. Albatta biz ularga shunday qo'shin bilan borurmizki, ular unga aslo bas kela olmaslar va albatta biz ularni mag'lub hollarida chiqarurmiz. Sulaymon: ey zodagonlar, ular mening huzurimga bo'yin sungan hollarida kelishlaridan ilgari qaysi biringiz menga uning Bilqisning taxtini keltira olur? dedi. Bilqis bu paytda yo'lda edi. Shunda jinlardan bir alvasti aytdi: men uni senga o'rningdan turishingdan ilgari keltirurman. Albatta men bunga qodir va ishonchlidirman. Kitobdan ismi azamdan xabardor bo'lgan zot esa men ko'zing o'zingga qaytgunicha, ko'z ochib yumguningcha uni senga keltirurman dedi. Bas uning taxtning o'z huzurida turganini ko'rgach dedi: bu Rabbimning shukr qilamanmi yoki noshukrlik qilamanmi, imtihon etish uchun bergan fazlidandir. Kim shukr qilsa, bas albatta u faqat o'zi uchun shukr qilur. Kim noshukrlik qilsa, bas albatta Rabbim hamma narsadan behojat va karamlidir. Sulaymon malikaning farosatini sinash uchun dedi: uning taxtini tanimaydigan qilib o'zgartirib qo'yingiz. Shunda u tanishga yo'l topadimi yoki yo'l topa olmaydiganlardan bo'ladimi, ko'rgaymiz. Bas u kelgach, taxting shundaymidi deyildi. U xuddi o'shaning o'zi dedi. Sulaymon aytdi:
bizga undan ilgari ilm berilib musulmon bo'lganmiz. Uni esa Allohni qo'yib ibodat qilgan narsasi musulmon bo'lishdan to'sgandir. Chunki u kofirlar qavmidan edi. Bilqisga saroyga kir deyildi. Bas u saroyni ko'rgach, uni suv havzasi deb o'ylab oyoqlarini ochgan edi. Sulaymon bu oynadan yasalgan silliq qasrdir dedi. Shunda malika aytdi: ey Rabbim, dar haqiqat men quyoshga sig'inish bilan jonimga jabr qilinman. Endi Sulaymon bilan birga olamlar egasi Allohga bo'yin sundim. Qasamki, biz Samud qabilasiga birodarlari Solihni payg'ambar etib yubordik. U Allohga ibodat qilingiz dedi. Bas bexos ular kelisha olmaydigan ikki guruhga, kofirlar va mo'minlarga bo'lindilar. U aytdi: ey qavmim, nega sizlar azob so'rash bilan yaxshilik rahmatdan ilgari yomonlik azobni shoshtirmoqdasiz? Sizlarga rahm qilinishi uchun Allohdan mag'firat so'rasangiz bo'lmasmi? Ular dedilar: bizlar boshimizga tushgan qahatchilikni sen va sen bilan birga bo'lganlardan deb shumlandik. U aytdi: sizlarning ishingiz Alloh huzuridadir. Aksincha, sizlar imtihon qilinayotgan qavmdirsiz. U shaharda, Hijr shahrida islohot o'rniga yer yuzida buzg'unchilik qilib yuradigan 9 nafar boyvachcha kimsalar bor edi. O'shalar Alloh nomiga qasam ichishib bir-birlariga aytdilar: albatta Solihni va uning ahlini tunda halok qilurmiz. So'ngra uning vorisiga bizlar na Solihning va na uning ahlini halokatiga guvoh bo'lgan emasmiz. Albatta bizlar rostgo'y kishilardandirmiz deymiz. Ular makr qildilar. Biz ham ular sezmagan hollarida ularni halok qilish bilan makr qildik. Bas ularning qilgan makrlari oqibati qanday bo'lganini ko'ring. Biz ularni va qavmlarining barchasini tor-mor qildik. Mana nohaqlik qilganlari sababli ularning uylari huvullab qoldi. Albatta bunda biladigan qavm uchun ibrat bordir. Iymon keltirgan va taqvoli bo'lgan zotlarga esa najot berdik. Lutni ham eslang. Qayski u qavmiga aytgan edi: sizlar ko'rib bilib turib fahsh ishlarni qilasizmi? Sizlar xotinlaringizni qo'yib shahvatni erkaklarga keltirasizmi? Ha, sizlar johil qavmdirsiz. Lut qavmining javobi esa faqat: Lut ahlini qishlog'ingizdan quvib chiqaringiz. Dar haqiqat ular juda poklanib ketayotgan kishilardir deyishlari bo'ldi xolos. So'ngra
biz Lutga va uning ahliga najot berdik. Illo uning xotini najot topmadi. Chunki halok bo'luvchilardan ekanini taqdir qilib belgilab qo'ygan edik. Ularning ustiga yomg'ir, tosh yog'dirdik. Bas, ogohlantiriluvchilar yomg'iri naqadar yomon bo'ldi. Ey Muhammad, ayting, Allohga hamd va payg'ambarlik uchun tanlangan bandalariga salom. Alloh yaxshiroqmi yoki ular sherik qilayotgan narsalarimi? Yoki osmonlar va yerni yaratgan hamda sizlar uchun osmondan suv, yomg'ir yog'dirib, u bilan go'zal bog'larni o'stirgan zot yaxshi. Sizlarga u bog'larning daraxtlarini o'stirish imkoni yo'q edi. Alloh bilan birga yana biror iloh bormi? Yo'q. Ular Allohga o'zgalarni teng deb biladigan qavmdir. Yoki yerni qarorgoh qilib, uning o'rtasida daryolar paydo qilgan va uning uchun tutqich sifatida tog'larni barpo qilgan hamda ikki sho'r va chuchuk dengiz o'rtasida to'siq insho etgan zot yaxshimi? Alloh bilan birga yana biror iloh bormi? Yo'q. Ularning aksariyati haqiqatni bilmaydilar. Yoki noiloj odam duo qilgan vaqtida duosini ijobat qiladigan va undan yomonlik, musibatni yo'q qiladigan hamda sizlarni yerning o'rinbosarlari qiladigan zot yaxshimi? Alloh bilan birga yana biror iloh bormi? Nasihatdan kamdan kam eslatma olursiz. Yoki sizlarga quruqlik va dengiz zulmatlarida to'g'ri yo'lni ko'rsatadigan va o'z rahmati yomg'iri oldidan shamollarni xushxabar qilib jo'natadigan zot yaxshimi? Alloh bilan birga yana biror iloh bormi? Alloh ularning keltirayotgan shirklaridan yaxshi va yuksakdir. Yoki ilk bor o'zi yaratib, so'ngra oxiratda qayta yaratadigan zot yaxshimi? Kim sizlarga osmon va zamindan rizq berur? Alloh bilan birga yana biror iloh bormi? Ey Muhammad, kofirlarga ayting, agar rostgo'y bo'lsangiz, hujjatingizni keltiringiz. Ayting, Allohdan boshqa osmonlar va yerdagi biror kimsa g'aybni bilmas. Ular qachon qayta tirilishlarini ham seza olmaslar. Balki ularning oxirat haqidagi iymonga olib boruvchi bilimlari pishib yetilgandir. Yo'q, ular oxiratdan shak shubhadadirlar. Yo'q, ular u to'g'rida ko'rdirlar.
kofir bo'lgan kimsalar dedilar: o'zimiz ham, ota-bobolarimiz ham tuproqqa aylanib ketganimizda tirilib yana qabrlarimizdan chiqariluvchimizmi? Darhaqiqat bizlarning o'zimizga ham, ilgari ota-bobolarimizga ham mana shu va'da qilinganda. Bu faqat o'tganlarning to'qib chiqargan afsonalaridir. Ayting, yerni aylanib jinoyatchi kimsalarning oqibatlari qanday ayanchli va ibratli bo'lganini ko'ringiz. Ey Muhammad, siz ularning iymon keltirmaganlari ustida g'am chekmang va ular qilayotgan makrlardan siqilmang ham. Ular agar rostgo'y bo'lsangiz aytingchi, mana shu va'da azob qachon bo'ladi deydilar. Ayting, ehtimol sizlar shoshtirayotgan narsa, azobning ba'zisi sizlarning izingizga tushib qolgandir. Albatta, Rabbingiz odamlarga nisbatan fazillidir. Lekin ularning aksariyati buning uchun shukr qilmaydilar. Albatta, Rabbingiz ularning dillari yashiradigan narsani ham, oshkor qiladigan narsani ham bilur. Osmon va zamindagi har bir sir aniq kitobda, Lavhul Mahfuzda mavjuddir. Albatta, ushbu Qur'on Isroil avlodiga ular ixtilof qilayotgan narsalarning ko'pgina qissasini bayon qilib berur. Albatta, u, ya'ni Qur'on mo'minlar uchun hidoyat va rahmatdir. Albatta, Rabbingiz odamlar o'rtasini o'z hukmi bilan ajrim qilur. U aziz, qudratli va alim, bilimdon zotdir. Bas, siz Allohga tavakkul qiling. Albatta, siz aniq haqiqat uzradirsiz. Aniqki, siz o'z da'vatingizni o'liklarga uqtira olmassiz va yuz o'girib ketayotgan karlarga ham da'vatni uqtira olmassiz. Yana siz ko'rlarni ham zalolatlaridan chiqarib haq yo'lga hidoyat qila oluvchi emassiz. Siz faqat oyatlarimizga iymon keltiradiganlargagina uqtira olursiz. Bas, ular musulmondirlar. Qachon ularning, kofirlarning ustiga so'z, azob tushganda, ya'ni qiyomat oldidan, biz ular uchun yerdan bir maxluqni chiqaramiz. U ularga odamlar oyatlarimizga ishonmaydigan bo'lib qolganlari haqida gapirur. Biz har bir ummatdan oyatlarimizni inkor etadigan bir guruhni to'plaganimizda, ular tizilib turadigan kunni eslang. Bas, ular hisobot beradigan joyga kelishgach, Alloh aytadi: sizlar aniq bilmagan holingizda oyatlarimni yolg'on dedingizmi yoki nima qiluvchi bo'ldingiz? Zolim bo'lganlari sababli
ularning ustiga azob to'g'risidagi so'z tushadi. Bas, ular o'zlarini oqlash uchun so'zlay olmaslar. Biz ular taskin topishlari uchun kechani paydo qilganimizni va kunduzni yorug' qilib qo'yganimizni ko'rmadilarmi? Albatta, bunda taqdiri azalda bitilgandek iymon keltiradigan qavm uchun ibratlar bordir. Sur chalinib, Alloh o'zi xohlagan zotlardan boshqa osmonlardagi va yerdagi barcha kimsalar dahshatga tushib qolgan va barcha u zot huzuriga taslim qilgan holda keladigan kunni, qiyomatni eslang. Siz tog'larni ko'rib, mangu qotib turuvchi deb o'ylarsiz. Holbuki ular ham xuddi bulutlar suzib yurgandek havoda suzib yurarlar. Bu barcha narsani puxta qilgan zot Allohning sinoatidir. Albatta, u zot sizlar qilayotgan barcha ishlardan ogohdir. Kim yaxshilik savob bilan kelsa, bas, uning uchun o'sha savobidan yaxshiroq mukofot bo'lib, ular o'sha qiyomat qoyim bo'lgan kuni dahshatdan omondadirlar. Kim yomonlik, kufr bilan kelsa, bas, yuz tuban hollarida do'zaxga tashlanurlar va ularga aytilur: sizlarga faqat qilib o'tgan amallaringizning jazosi berilur. Ey Muhammad, ayting, men mana shu shaharning, Makkaning Parvardigorigagina ibodat qilishga buyurilgandirman. U bu shaharni haram qilgandir, ya'ni bu shaharda qon to'kilishi, zulm qilinishi, ov qilish kabilar taqiqlangandir. Barcha narsa unikidir. Men Alloh tomonidan musulmonlardan bo'lishga buyurilgandirman. Shuningdek, Qur'onni tilovat qilishga ham buyurilgandirman. Bas, kim haq yo'lga yursa, faqat o'zi uchun yurar. Kim yo'ldan ozsa, u holda aytingki, men faqat sizlarni ogohlantiruvchi payg'ambarlardandirman. Ayting, hamd Allohga kim, u yaqinda sizlarga o'z mo'jizalarini ko'rsatur. Bas, sizlar ularni, mo'jizalarni tan olursiz, lekin u kundagisi foyda bermas. Rabbingiz sizlarning qilayotgan ishlaringizdan g'ofil emasdir.